Assalomu alaykum do'stlar, yana men menman. Hozir 5 minutda seni qo'yish mana shu burchakka buni qo'shmaydi. O'zing ekran yaxshi ekan. Xo'sh, ketdik. To'g'rimizda qishloq tugun ekan. Xo'sh, mayli. Biz qishloqda yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Kerak bo'lsa qishloqni ham tanlaymiz. Qishloqni tanish uchun videolar ko'rishni boshlashmang. Men nima qilishim kerak edi? Nima qilishim kerak? Qishloqda nima qilishim kerak? Yashashim kerak. Qishloqda nima qilishim kerak? Nima bu? Bir non qatib qo'ygan nonni esdan chiqarmaymiz. May men zuhli kiyimlarni kiyaman. Lezzetli qilich, bolta bilgan olaman va bularni qalqonimga olaman. Tatemni tashlayman. Bitta qanot, bitta bitmaydi, ikkita, to'rtta yetadi bizga. Bu staklab salyotlar. Endi kiramizda sharkara olamiz. Yo'q, sendan olamiz va tatemonlik olamiz. To'rtta sharkara qo'yamiz. Betga bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Men video kanalni endi ochgandim, to'xtatib turaman. Rasmcha kerak bo'lib turadi kanal. Va yana chiqib turamiz ekan.